Assalomu alaykum hurmatli tumandoshlar. Mana xabaringiz bor, butun respublikamizda aholi farovonligini oshirish, ular bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, qolaversa aholi murojaatlarini o'rganish bo'yicha ko'p islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Ohangaron tumanida ham mana shunday tadbirlardan kelib chiqib, hududlarda bo'lib o'tayotgan mehnat yarmarkalari hamda mahalla yettiligi, qolaversa sektor rahbarlarimiz tomonidan aholi bilan sayyor qabullar o'tkazilmoqda. Ushbu sayyor qabullarda aholimizni, fuqarolarimizni qiynab kelayotgan murojaatlarni joyida o'rganilib, ular ijobiy hal etilmoqda. Qolaversa, hududimizda aholi tomorqasidan samarali foydalanish, maqsadli foydalanish, ularni daromadga aylantirish bo'yicha yo'l xaritalari tasdiqlangan. Mana shu yo'l xaritalari tasdiqlash borasida mahalla yettiligi har bir xonadonda xonadonma-xonadonbay kirib, aholini shu targ'ibot, tashviqot ishlarini olib bormoqdalar. Bu borada yana ta'kidlab o'tish joiz deb bilamizki, mahallalarda obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari keng ko'lamli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Qolaversa, kommunal sohamizda to'xtaladigan bo'lsak, kommunal sohamizda ichimlik suvi, aholi tomorqasini daromadga aylantirish bo'yicha oqova suvlarini bilan ta'minlash borasida tik quduqlar qazib, oqova suvlar bilan ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Hurmatli tumandoshlar, mana shu jabhada siz bilan biz faol ishtirok etib, o'zimizni xonadonimizdan, o'zimizni mahallamizdan obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlarida faol ishtirok etishimiz maqsadga muvofiq. Bu borada tumanimizdagi obro' e'tiborga ega bo'lgan hoji otalarimiz, hoji onalarimiz, mahalla liderlari faol ishtirok etib, o'sha har bir obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlarida faol ishtirok etishiga da'vat etamiz. Hurmatli tumandoshlar, keling mana shu tumanimizda olib borayotgan obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlarida faol ishtirok etaylik.